Tartibelingan hayat. Roman. Abdori Mustafa Abdurahim. 1. bölüm. 19. qism. Mavlud Yulduzning tug'ilgan kuni uchun bugun alohida sovg'atdan birini tayyorlagan bo'lib, u Yulduzni izlayotdi. Yulduz bo'lsa Nafisani yeniga chaqirib, Elshadga pat-pat qarab turishini. Ondan fursat kelganda Elshadning uninga ko'ngli bor yo'qligini, o'zining isbotlab berdiganligini deb uningga aql o'rgatayotdi. Nurxon bilan ishparma kirdi. Boshqalar u ikkisining qiziqarli holatiga qarab masxara qilib kulib tashladi. Yulduz opsining kirganini ko'rib, tunigin setib olgan ko'hrikining usti ochiq, ikki ko'ksining o'tiri oq torda tikilgan. Kassini aran yapgan murasim ko'nglikini xuddi iparga ko'rsatganini qilib, noz karashmalar bilan asta qadamda kassini g'alvirdak tasqab Nurxon bilan iparning oldiga keldi. Iparning qeri momaylarda kiyinib olgan turqiga qarab, og'zini etib turib kulib qo'ydi. Va opsi Nurxonni qo'ltiqlab mengib, ustalning to'ridan o'rin berdi. Ya'ni Izzatxon bilan ikkisi bir yerda o'ltirib qolgan edi. Izzatxon Nurxonning egiz qilib qatirib olgan chechiga qarab, kulmay desimi chidayamay kulib tashladi. Va uni masxara qilgan holda: "Voy onamay! Voy kulmay faqat chidamadim. Chidayamadim. Hey, beshingdagi nima bu? Sahradan kelganang mana men deb chinib turibdi. Beshingdagi chashmo yoki chashni issiq saqlash uchun kiydirib qo'ydigan eliqi chaynakning posmusimi, ha? Voy, av qizingning kiyvog'ini nima deydi endi? Hey isi. Bizning uy oxiri ko'na narsalarni yig'ilish o'rniga o'xshab qoladigan bo'ldi, juma. Nima deydi ma o to'paq shaqiqi? Ay go'zalligimga qarab ishchin qimildab ketibdi, ha sening. Bu-chu qizim 1000 yuan xashlab yostib qo'ygan chash. O'zingga qarg'ina, cho'qongning chechi tushib, mitlab ketgan kigizga o'xshab qopdi. Bugun qizimning tug'ilgan kuni. Sen bilan o'zangi so'qishtirib kayfiyatimni buzvag'im yo'q. Shuning uchun mening va qizimning go'zalligidan qancha huzurlanib ol. Bildingmi? Sahrolik deb ketishlarini qanday qilay? Senlar shu sahrolikning tar oqizib o'stirgan bug'doyini yeysan. Biz sahrolik bo'lmagan bo'lsak, har qaysing osh qilib bir-biringni yeb bo'chaqchi yovoy odam bo'lib ketgan bo'lading. Izzatxon Nurxonning bu yo'llarini etib, g'odiyib, o'zini ko'zga ilmay qilgan so'zlarga chidab bo'lamagan bo'lib, o'rnidan dast turib, balkonga chiqib ketdi. Nazila opsining yurkini qamallab, balkon tarafga manganligini ko'rib, orqasidan chiqdi. Va nimish bo'lganligini so'rab, bilgandan keyin Izzatxonga tasalli berib, buguncha chidab o'tkazib etishini dedi. Yulduz Nazilaning yo'q vaqtidan foydalanib, ustaldan meyve ichimlikini elib, Nafisaning yeniga keldi va qasdan uning ustiga to'kib etdi. Oy, asta. Oy, kechir qo'zam. Ehtiyotsizlikdan to'kilib ketdi. Opla, kiyimlarni qanday qilamiz endi, ha? Mening kiyimlarim sana kelmaydi. Asta. Sening bu bo'yinga Dilfarning kiyimi aran kelgidaka, lekin asta. Bo'ldilar. Sen tozliq o'yga kirib surtayotgina, men kiyimizda baqay. Mana, oppoqchinim, moy. Yulduz shu gaplarni Elshadga qasdan anglatib, Nafisaning qo'lini yetilab, tazliq uyi tarafga mandi. Ko'nglakni shuncha surtgan bo'lsa-mu chiqmaganligi uchun Yulduz Nafisaga: "Men sana kiyim akirib beray. Sen ma hujurga kirib, kiyimlaringni saqashtir" deb, uni Nazilaning hujurasiga boshlab qo'yib, o'zi timsiqlab mengib, to'vanki qavatga tushdi. Va Elshadni yeniga chaqirib: "Elshadga, bo'yiman ehtiyotsizlikdan Nafisaning ko'ngliga ichimlik to'kib solgandim. Kiyimni shuncha surtvasak-mu rang chiqmadi. Mening kiyimlarimning birini beray desam, ko'rdingiz ana, uning bo'yi vejekkicha bo'lg'ashqa mening kiyimlarim dalkanmadi. Shunga siz ammamga demaylar, Dilfarning chiroyliroq kiyimidan birini uning akirib beramsiz?"
Men açık bir desem, Tilfarning hujrasiga kirganimni ammam ko'rib qolsa, olamni ma'lum qiladi. Shunga Voy. Nafisa sizlarning hujranglarga kirib ketdi-ku. Xushmay kirib qoldim-ku nima? Asta qanday qilsak bo'la? Men chiqay desam, bo'ldi. Siz xotirjam mehmonlarga qarang. Kiyimni men chiqib beray. Hozircha bizning hujraga hech kim kirmaydi. Hech qisi yo'q, hech qisi yo'q. Ay, to'xtab turing. Hozirlik kelman, Mavu meyve salat bekle yeyishlikkan. Siz bek amraqo bir qo'shiq yevilib ondan men, Yulduz Elshadqa ajdaha meyvesidan bir qo'shiq yegizib, qo'shiqni og'zining cho'risiga surkab, atrofini qizil qilib qo'ygan edi. Elshad bugun Yulduzning tug'ilgan kuni bo'lganligi uchun uning ko'nglini qaytarmay yevetib, ondan ustunki qavatga aldirabqina chiqib ketdi. Yulduz ishning bitganligidan xush bo'lib, ishida u qapoq boshla deb qo'yib, ikki qo'lini juplab, uf deb aytgandan keyingi plani bo'yicha Nazilaning yeniga mangdi. Dal mushu vaqtda Mavlud Yulduzni chaqirdi. Qizim, sen tug'ilgan kun bolasi turib, nimancha aldirash yuraysan? Qiladigan ishlarni uy xizmatkoriga desanglar bo'lmadimi? Sen tug'ilib hozirgacha sening bir haqiqatimliq tug'ilgan kuningdimi? Yiningda bo'lanmag'anim uchun oldingda to'limi xijilman. Bu yilgi tug'ilgan kuningni o'zimning o'tkazib beraliginimdan hozir men bakli xushal. Tug'ilgan kuningning hurmati uchun sana oddiy bo'lsa-mu bir sovg'a tayyorlagan edim. Qani, men bilan sirtga chiqdi. Rasma? Amsi men amma bilan chopolnim chaqiray. Bu xushallikdan ulamdan bahrilansin. 1 minut, Yulduz ikki qo'li bilan ko'nglikini astiga tatqash, do'ng'an xotindek yugurib balkonga chiqdi va Valide buzruk cho'ngapxan, sevimlik malik sifat amma, sizlarni dadam mening so'g'atimni tan ko'rishga chaqirdi. Harasama, Elshadga boya yotoq o'yinlarga chiqib ketgan, akamni chaqirib chiqsin deydi. Ondan mening do'stim Nafisamu ustiga garmini to'liqlavag'li chiqib ketgan. Uni xapimay chaqirib qo'ying, ha? Amsi ish qoldirib ko'rishaylikmi? Nazilaga Yulduzning g'iljanshib qilgan gapi quliqiga mush urgandek angladi. U boshda eran qilmadi. Keyin ustida do'stim Nafisami bor degan gapini o'ylab, opsi Izzatxonni sen chiqib tur deb qo'yib, tez qadamlar bilan ustunki qavatga mandi. Uning xiyoliga har xil ishlar kelib, undaq emas deb o'ziga tasalli berib menga vatadi. Yulduz Nazilaning ustunki qavatga mang'inini ko'rib, ish bitdi deganicha sirtga chiqdi. Eshik oldida qor raqti yepilgan cho'ng bir narsa turadi. Yulduzning eshikdan chiqishi bilan Mavlud bilan Arslan yapqushni ikki tarafdan tartibla ochdi. Yulduz oldida turgan bu esil sovg'atdan og'zini ochibla qolgan bo'lib, xushalligidan yepinimi kekashlab aran deyaladi. Bu mening mashinammi? Mening hamda o'zimning shaxsiy mashinasi bor bo'ldimi? Oy, men nima degan baxtlik. Seni so'yiman dada. Sana ko'pdan ko'p rahmat. Mening mashinam bor bo'ldi. Boshqalar dachining oldida Yulduzning tug'ilgan kunini tabriklab, xushalliqqa jo'r bo'layotgan shu daqiqada Nazila o'zining yotoq uyining eshigini ochib, ishonmayla qolgan edi. Ko'z oldida eri Elshad og'zining atrofi qizil holatda qarab turadi. Uning orqasida Nafisa ko'nglakning dumbi taraf sirtmasini texi etib bo'lmagan bo'lib, Nazilani ko'rish bilan tang maydisini ikki qo'li bilan etib qarab turdi. Nazila ko'z oldidagi bu ko'rinishlarga faqatla bardoshlik berolmadi va ko'zidagi lig'irlayotgan yoshni ichiga tasdi yutib, titrab turib, eri Elshadga qaradi. Ondan Nafisaga qaradi. Elshad hech ishni xato qilmagan bir holda Nazilaga tikilib qarab turadi. Nazila Elshadning yuziga birini tukirdi. Orqadan uni yonga ittirib o'tib, Nafisaning oldiga kelib, g'azabini yerlay degan ko'zini
onunğa tikdi. Va Nafisaning chechining orqasidan qamallab tutdi. Bu tegi pes şermendi buzuq. Sen mening hujramga kirib erimni ozdurg'udek bo'ldingmi texe? Qichqa yerlaringni mening yerimga kelib, mening erim orqali besib turmasang besiqman ekan, ha? Nomus qilmay mening hujramda degina texe. Men sen buzuqni bugun xalq olamning oldin sazoy qilib, rasvoyingni uchirvatmaydigan bo'lsam, mana zakisini qirib qolib qiymasqina. Xato tushunib qaldingiz. Men eringizga yepishmadim. Tushuntirishim anglab beqim bo'lamdi. Sizdan o'tinay, meni satlashtirmisiniz. O'tinay. Nazila Nafisaning yelinib yalvurishlari, shundaqla Elshadning biz g'ayri munosabatda bo'lmadik, xato tushunib qoldingiz deganlariga parvo qilmasdan, Nafisaning chechidilni so'rab, boshqalarni ullik varqirab, chaqirganicha tovanki qabatga tushdi. Sirtda turganlar Nazilaning ovozidan boshqa yana birining yig'lagan ovozini anglab, nemish bo'lgandi deb darhol uyga kirdi. Nazila Nafisaning chechidan xuddi itni so'rab mangandek so'rab elib ketyapti. U udul yulduzning oldiga Nafisani tashladi va uning yuziga bir qachat selib, Nafisaga qo'lini tanglab turib, Mushu buzuqni bu uyga sen boshlab kelding shundaqmi? Shikingni til ber shundaqmi? Men sendan gap so'rayapman. Qiziqmisiz? Nima tili birkan u? Gapingizda faqatli tushunamadim. Yani kelib sizning mening do'stimni, ya'ni mening mehmonimni bundoq so'rab haqoratlaydiganga nima misol aytingizmi? Dada, ammamga gap qilsangchi. Qarg'ini, men orada birdan bo'lmaganimga u nima ishlarni qilyapti? Men hech kim gap qilmaydi demisan. Bo'lib bu ichidan to'ng'iz qatraydigan Ukrainaning yov cho'chqisiga o'xshaydigan yulduz degan g'alati maxluqning orasiga kirib, hech kim gap qilmasin. Bo'lmasa, men bugun ko'z oldinglarda naq mush yerda o'lib berman. Bu sharmanda qanjoq mening hujramga chiqib, Elshadga surkilib, uni onimay so'yib, o'zini erimni qo'yniga aytibdi. Men naq maydonda naq vaqtida tutib oldim. Shunda qo'y Elshad, ha? Ko'rdinglarmi? Erimning og'zining atrofini ko'rdinglarmi deyapman sizlarga. Qog'i bilan yursang yeyishing poq deb kim biladi? Bu yulduzxonning biz bilmaydigan yana qanday ishlari bor texe. Bu yuzi yo'q paskina. Gap qila. Erimni nima qilding, ha? Nazila o'zining yuz obro'yi, shundaqla eri Elshadning bu uydagi yuzini o'ylab, barliq jinoyatni Nafisaga ortib, uni gap qilishga qistavotdi. Elshad bu bir uqishmaslik deydisa, og'zining atrofi boya yulduz surkab qo'ygan ajdaho mevasining rangida qizarib qolgan bo'g'ashqa. U og'zining atrofidagi qizilning rang yoki lavsuruq ekanligini o'zimi anqiramayli qolgan edi. Chunki u hujraga kirgani shu daqiqada Nafisani faqat ish kiyim bilan ko'rgan bo'lib, yalang'och turg'unini ko'rib, darhol ko'zini etib olib, ko'nglakni Nafisaga uzatgan edi. U chiqib ketay deyishiga, Nafisa uni "To'xtang, chiqib ketmang" deb to'xtatib olgan edi. Garchi Elshad shu daqiqada Nafisani qip-yalang'och holatda ko'rib, ishki hissiyoti urg'ib, uni xato ishga boshlashga undagan bo'lsa-mu, u qutirab kelgan shu hissiyotini zo'rg'a besib olib, o'zining qizining yashiriki bu qizga yomon niyatda bo'lmaslikni o'ziga qaytib ta'kidlab turgan edi. Nazila naq shu vaqtga ulgurib chiqib, Elshadning og'zi atrofiga surilgan qizil rang, shundaqla Nafisaning bir qo'lida ko'nglakning maydasini tutib, yana bir qo'lida dumbisidagi sirtmisini etayotgan holatda ko'gashga, ikkisining o'tirisida cho'qim g'ayri munosabat bo'ldi deb gumon qildi. Ham Nafisaning chechidan tutib, uydagilarning oldiga so'rab tushgan edi. Chunki u eri Elshad bilan ab o'tmaganligi, shundaqla uningdan doim gumonlanib, uningga ishonmaganligi uchun ko'z oldida ko'rganlarini haqiqat deb o'ylagan edi. Yulduz oldida bechoralarcha o'ziga talmirib, o'zidan panohlik umid qilib turgan Nafisaga qarab ichi echishdi. U bu qitim Nazilaning hayvisini palto'kis yerga urib, uni o'zi bilan o'zangi so'qishtiranmas qilib etish uchun
Nazilaning titrab, aran turayotgan tenini ko'krigida ittirib yerga yiqitdi.